Bu vaqt tug'ilib 8-kuni uning xatnisi qilindi va Ayso deb ism qo'yildi. Bu farishta u tixi onasining qo'sig'ida paydo bo'lgan vaqtda qo'ygan ism edi. Maryamning 40 to'shqanda Xudoning Musa payg'ambarga bergan amridiki, tunji o'g'il Xudoga mansub degan belgilimga asosan Yusuf bilan Maryam bolini markaziy ibodatxonada Xudoga atash uchun Yerusalimga elib bordi. Uningdan boshqa Xudoning Tavrotdagi amri bo'yicha bir ayolning tug'utdan keyin tozalanishi uchun bir jup paxtak yoki 2 kaptar boshqasi ibodatxonada ruhoniylarning qurbonlik qilishiga olib berilishi kerak edi. Shu chog'larda Yerusalimda Shimon ismli bir kishi o'tgan bo'lib, Xudoga ixlosman. Durust bu odam Xudoning Isroillarga tasalli beradigan qutqizg'uchini avatishini intizorlik bilan kutgan edi. Muqaddas ruh uningga yor edi. U muqaddas ruhdan kelgan vahiydan o'zining hayot vaqtida Parvardigor tayinlagan qutqizg'uchi Masihni ko'ralaydiganligini bilgan edi. Yusuf bilan Maryam ibodatxonaga borgan kuni muqaddas ruh Shimonni ibodatxonaga boshlab bordi. Hazrati Aysoning ota-onasi bolini ko'tirib kirib, Tavrotda belgilangan ishlarni ado qilmoqchi bo'layotganda, Shimon ularning oldiga berib, bolini quchog'iga elib, Xudoga mundaq madiya o'qidi. Ey egam, so'zingda turibsan. Endi bu olamdan ketsam roziman. Chunki deginingdek o'z ko'zim bilan ko'rdim bütün insonlarga hozirlagan qutqizg'uchingni. U sening kimligingni bütün Yahudi emaslarga bildiradigan nurdir. Xalqing Isroillarning shon sharifidir. Bolaning ota-onasi Shimonning bola haqida aytganlarga hayron qolishdi. Shimon ularga baxt tilab Maryamga mundaq dedi: "Mana bu bola Xudo tarafidan İsroildagi nurg'un kishilarning halok bo'lishi va nurg'un kishilarning qutqizilishi uchun tayinlandi. Gerçi u Xudoning beshorati bo'lsa-mu, nurg'un kishilar uni haqoratlab rad qiladi. Shuning bilan ularning ko'nglidagi maxfiy g'arazlar oshkorlandi. Uning rad qilinishi bilan sening yuragingga o'tkir bir qilich sanchilgandek qalbing qayg'udan o'rtinadi." İbadetxonada Aşir qabilasidan bo'lgan Panoilning qizi Hanna ismli yaşangan bir ayol payg'ambarning bor bo'lib, u to'y qilib, eri bilan 7 yil birga yashab, keyin tul qolgan edi. U 84 yoshga kirgan bo'lib, ibodatxona ho'ylaridan chiqmay, ro'za tutib, kech kunduz duo qilib, Xudoga ibodat qiladi. Shimon gapini tugdishi bilan Hanna yetib kelib, Xudoga shukr etdi. Hamda Isroillarning qutqizilishini kutayotgan barliq xaloyiqqa bola to'g'risida so'z qildi. Yusuf bilan Maryam Tavrotda belgilangan ishlarning hammasini ado qilgandan keyin Galiliya o'lkasidagi o'z yurti Nasira shahriga qaytdi. Hazrati Ayso cho'ng bo'lgan siri sog'lom va aql farosatli bo'lib yetishdi. Xudoning mehr shafqatimi uningga yor bo'lib keldi. Hazrati Aysoning ota-onasi her yili o'tib ketish heytida Yerusalimga boradi. Hazrati Ayso 12 yoshga kirgan yili ular uni elib, odati bo'yicha Yerusalimga yana bordi. Tugagandan keyin ota-onasi uyiga qarab yo'l oldi. Hazrati Ayso bo'lsa
Yerusalim'de kaldı. Bu işten ata-onasining xabari yo'q edi. Chunki ular Hazreti Aysoni hamrohlari bilan birga kelyapti deb o'ylagan edi. Bir kun yo'l yurgandan keyin ular tuqqan birodarlari orasidan uni izlashga boshladi. İzdab topamagandan keyin kayniga yenib Yerusalimga berib izladi. Üçüncü kuni Hazreti Aysoni markaziy ibodatxona hovlisida Tavrat ustozlarining orasida o'ltirib, ularning ta'limlarini anglab, ulardan savol so'rayotganning o'zida topdi. Uning so'zlarini anglaganlarning hammasi uning ahliga va bergan javoblarga hayron qolishdi. Ota-onasimi buni ko'rib, nihoyatda hayron qolishdi. Biroq onasi uningga: "Voy balam, nemishqa bizga uqtirmay qilib qolding? Dadang shikimiz sendan bak ansirab, izlamagan yerimiz qolmadi" dedi. "İzdashning nima hojati? Ajaba, sizlar mening cho'qim otamning uyida bo'lganligimni bilmabdinglar?" deb javob berdi Hazreti Ayso. Lekin ular bu so'zning ma'nosini tushunmadi. Hazreti Ayso ular bilan Nosira shahriga qaytdi. U har qanday ishda ota-onasining gapiga kiratdi. Onasi yuz bergan bu ishlarning hammasini ko'nglida chin saqladi. Shundoq qilib, Hazreti Aysoning bo'y turqi va aql parosati yetilib, Xudoning va kishilarning zo'qini keltiradigan bo'ldi.